La ilahe illalloh Muhammad Rasululloh shada la ilahe illalloh shanna Muhammad Allohu va rasuluhu. Assalomu alaykum o'zbek xalqi, o'rta Osiyo musulmonlari. Mana biror kundan yangi hangomalarida deb yangi ishonlarni mullaganiga yo'qmasa bu dajjal tuzumlarni svetoforni demokratiya svetoforni olib uni nima qo'yasan demokrat degan bitta gap qildim yangi yerilar kiyimga o'xshab makalarni kiyib hoji kiyimda turib Allohni baytini hajm qilib yurganda makalar bilan yurgan kuntani suqqani bilan Yevropani kiyimlarini kiyib yurgan gapirdim. Bu ikkita alhamdulillah degan kuntachalar aytdi, uni kuntaligini qayerdan bilding? Isbot qilmasang undan minnatda kuntaligini isbot qilganim kunta degani o'rta xil degan. Na erkak na nimada na erkak bo'ladi u kunta deganing, na ayol bo'ladi. Bu kulish emas, tavba qildim. Xudo ko'rsatmasin uni, lekin Abror Muxtoring xuddi shu vazifaga turibdi. Ya'ni bu majoziy ma'noda, ya'ni majoziy ma'noda deganing dinni to'laligicha qabul qiling degan, islomga to'la kirish kerak. Bu demokratiyani ma'qilib 60%, 70% mana bu musulmon bo'lsa, mana shunga rozi bo'lsa, mana demokrat davlatga tinchgina yashaganni deyapti bu, sekulyarizm. Nima deb Abdulloh gapirgan sekulyarizm, o'rtachani ushlash. Bu mana shu rozi bo'lib yashayverishmi yoki dindor nima qilyaptilar, yangi diniy bo'lib dinni nima qilmayapti. Yangi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'xshab Alloh kalomini qo'yim qilaman demayaptilar-da, aql tomonga irg'iyaptilar. Na diniy tarafga turibdilar, na demokratiya turibdilar. Dinni yo'q qilamiz, din bo'lmagan narsa demayaptilar. Buni nima keragi bu Alloh demayaptilar. Bu Makka nima kerak deyaptilar, $500 Qur'on o'qib nima kerak deyaptilar. Demayaptilar-da. Demokratiyani olamiz demayaptilar. Unasi demokratiyani olaman desam, demokratiya qilaman dana u Qidir nazar Alloh qilibmi? Kimdir Muhammad ana o'shalarga o'xshab, komilga o'xshab demokratiya qilaman Muhammad sallallohu alayhi vasallam chista demokratiya nima qilasan? Qur'ondan gapirib, hadisdan gapirib kunta o'zingni basharangni nima qilib, sukkallab basharangni islom bilan niqob qilib, ana shunaqalarga kunta deyiladi. Nima yozsang, na bu demokratiyani olibdi, na bu islomni olibdi. Islomga to'liq holatda kiringiz deyilgan. Yangi abrorni ko'rmulutlari, kuntalar, onayni it quvalagurlar, gandonlar, hammani ittaraman, berib boshingdan. Xohlagin oldinga, orqangga yangi abroringga qo'shib nima qilsang, men dobatil ardonga turibman, dobatil odam bo'lmaydi deb aytolman. Yana bu kuntalar kommentariya qo'yib, sukunay itimga harom ittaraman, 10 ta katta alomatdan biriga turibman. Iso alayhisalom keladi degani ham men turibman, 10 ta katta alomatga biri ikkita bo'ldimi bu? Keyin nima dedi? Abdullah ibn Amr aytganlar, birinchi quyoshning mag'ribidan chiqishi bo'ladi, ikkinchi nimada dobatil arz bo'lmasa, birinchi dobatil arz, ikkinchi quyoshning mag'ribidan chiqishi. Biri chiqqandan keyin ikkinchisi choshkogacha paydo bo'ladi deganlar. Ya'ni bir hadisni yodladim, bir umr Rasululloh sollallohu alayhi vasallam unutmaslikka harakat qilaman deganlar. Mana shu hadisga ikkita narsa beradi, dajjal yo'q, ya'ni quyosh mag'ribidan chiqishi va dobatil arz. Qani o'shaning mana shunaqa dars qilib bera oladimi? O'sha eshakdan bo'lganing dars qilib bera oladimi? Misrning nima demokratiyani vaqillatib tinch yashaymiz, zakonlashgan. Bu tinchlikni Alloh beradi. Shunaqa bir o'ynatib qo'yadiki, nima deganini bilmay qolasan. Sukalar biladi. Misrlar, Kaliforniyalar, ishaydan bo'lganlar. Ko'tlar Allohning baytiga nakmaka kiyib boradimi? Gandon Allohning uyiga tavba qilgan, yegilgan holatga, yig'lagan holatga kirish kerak uylarga. Sanlarga ajim bo'lib qolin Makka, sukalar, Misrlar biladi. Itimgan ko'rmulutlar ittaraman sanlar xalq qabilasi bo'ladi. Birinchi yangi imom Mahdiga nima qiladi-da, u qayerdan bu bayat oldi, onanikidan oldim, sukka biladi. Ittaraman qabilasini yangi o'lja qilamiz, birinchi sanlar, birinchi o'lja san bo'lasan, Misrlar. Bo'ysunmaganingni mana shahol itimgan sukkalar bilan o'zing din yaratibsanlar. Birinchi Allohga ibodatga to'liq holatga kiring degan, islomga to'liq holatga kirish kerak. 60% musulmon bo'lsa, yashayveramiz demokratiya svetoforda yashaydan bo'lgan. Quyosh mag'ribidan chiqishi turdimi? Dobatil arz turdimi? Men dobatil arzman. Quyosh mag'ribidan chiqishi bu Yevropa, Amerika, Rossiyani da'vat qilishimiz kerak. Islomga kirdirishimiz kerak. Qaysing bir zo'r bo'lsang, qaysing Allohdan qo'rquvchi bo'lsang, taqvoli bo'lsang, inshaalloh amr qilib saylayman. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qanday Rumga borganlariga ham Aybarjanga ham Rumga 4 dan 5 ta birdan amr tayyorlaganlar. Biring o'lgandan keyin ikkinching deb amr tayyorlaganlar. 4 ta 5 ta o'sha halok bo'lgan 1000 kishi qancha kishi bilan qaytib kelganlar. Chunki bu yerga kofirlar, yevreylar, xristianlar birikib hujum qilgan. O'shanga ham qaytib kelganlar bular. Chunki nisbi nima ko'p bo'lgan, ya'ni 10 ming, 100 ming kishiga qanaqadir 10 ming kishimi, 1000 kishimi, 3000 kishi askar bilan borilgan. Sanlar ham xudoga shunaqa Alloh taolo
g'olib qilaman desa, ozgina qavm, ozgina jamoa bilan katta jamoalarni og'latadi. Sanlar millionlaringni og'lataman. Inshaalloh milliardingni birikmasang, bo'ysunmasang, kunta bo'lasan, so'kallar. Kunta degani kundang shu o'zbek tilidan ishlatadi. Rasulullohning o'sha yaxshi kunlar kelsin degani. Mana davom yaxshi kunlar kelsin degani. Ya'ni Dobatil Arz Hazrat Ali roziyallohu anhu aytganlarki, soqol uzun odam bo'ladi. Soqol bu yerda g'am, taqvo ma'nosini beradi. Ya'ni meni g'amim, meni taqvom yangi butun yer yuzini islomga keltirish, lekin birinchi navbatda qo'shmoqdan chiqadi, demak g'arb mamlakatlari islomga keltirishim kerak inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ittaraman so'kala, ittaraman iddayi bog' degani bu-ku o'sha.